Rahmat. Kattakon. Ajoyib tarona uchun rahmat deymiz va dasturlarimiz davom etadi. Gulzoda opa, ana shu oliy ta'limga o'qishga kirish paytidagi hayajonlaringiz, o'qishga tayyorgarlik, qachon hujjat topshiramiz ekan, qachon imtihon ekan, qachon mandat chiqar ekan degan paytlar esizdami? Judayam bir hayajonli, ayniqsa o'sha 11-sinfni tamomlaganimizdan so'ng menimcha hammada boshlansa kerak. Nima qilamiz? Qaysi o'qishga topshiraman? Bizni paytlarda faqatgina bitta o'qishga topshirardik. Hozir imkoniyatlar juda keng. Bo'ldi, shu o'qishga topshiraman, kira olmadim, ballim yetmadi. Endi nima qilaman ekan degan o'y-xayollar bo'lardi. Menimcha hozir yurtimizda shunaqangi hamma imkoniyatlar bor. O'sha o'zingiz xohlagan o'qishga topshira olasiz. Yana imkoniyatlar beriladi, imtiyozlar beriladi. Baravariga 5 ta o'qishga topshirishni ayting. Bo'lmagan. Tanlaydi yana oldindan balini bilib hisoblab chiqadi. Bunga tusharkan, bunga tushmaskan tanlov ko'p-da. Judayam yoshlar davrida, yurtimizda yoshlar davri va bejizga bundan boshlamadingiz, bilyapman. Tanishtirib o'tamiz. Eldorbek Yo'ldoshev bilim va malakalarni baholash agentligi Andijon viloyati bo'limi mutaxassisi. Eldorbek, siz bilan juda ham ko'plab o'sha suhbatlar qilganmiz. Ayniqsa o'sha kirish imtihonlaridan oldin tasvirga olish jarayonlari bo'ladi. Endi aytib o'tsangiz endi ushbu qizg'in jarayonlar sizlarning ishlaringiz boshlandi. Juda ham. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, ijodkorlar. Yana ko'rishib turganimizdan xursandmiz. To'g'ri fikrda aytdilaring, bizni davrda xuddi shunday edi haqiqatda. Sizlarning gaplaring bu narsalar esga solyapti. Hozir haqiqatda yoshlarga tushib ketdi. Yoshlarimizga juda ko'p imkoniyatlar berilyapti bu ta'limda olib borilayotgan islohotlarning natijasi. Muhtaram prezidentimizni 2025-yil 81-sonli 24-maydagi farmoniga asosan avval test, keyin tanlov tamoyili asosida o'tgan yildan boshlab oliy ta'lim muassasalariga qabul boshlandi. Endi bu tamoyilni soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, hozir 5-iyundan 25-iyunga qadar abituriyentlarimiz onlayn tarzda ro'yxatdan o'tadilar. Imtihonda qatnashish uchun ariza qoldiradi. U joyda hech qaysi oliy ta'lim muassasasini yoki hech qaysi yo'nalish tanlamaydi. Faqat fanlar majmuasini belgilab o'tib ketadi. Ya'ni qaysi fandan imtihon topshiradi. Imtihonlar to'liq respublika bo'yicha yakunlangandan so'ng 15 kun muhlat beriladi. Bu muhlatda kirib sizlar aytayotgan o'sha 5 tagacha yo'nalishni tanlab chiqib ketadi. O'sha tanlash jarayoni endi dastlabki bosilgan qadam, ya'ni ariza qoldirayotganda fanlar majmuasini belgilab ketgan. Fanlar majmuasi endi hamma biladi, asosiy va majburiyga ajratilgan. Majburiy fanlarimiz hamma uchun majburiy, o'sha tanlayotgan fani asosiy fan hisoblanadi. Bu yo'nalishni belgilab beradi. Tanlayotgan fani, masalan, biologiya, kimyo tanlasa, ko'proq meditsina sohasiga, tibbiyot sohasiga qarab ketadi. Matematika, fizika tanlasa, bu texnika sohasiga qarab, hokazo. Pedagogika bor ichida. Ana shu fanlar majmuasiga mos keluvchi, ta'lim tiliga mos keladigan, endi o'zbekcha, qoraqalpoqcha, ruscha ta'lim shakllari bor bizda. Shulardan shu tillarga hamda tanlagan fanlar majmuasiga mos bo'lgan 5 tagacha yo'nalish tanlash mumkin. U 5 ta yo'nalish bitta oliy ta'lim muassasasi ichida bo'lishi ham mumkin. 5 ta oliy ta'lim muassasasi ichida bittadan bo'lishi ham mumkin. Sizlar aytgandek o'sha bu imkoniyat. Endi shu joyda yana bitta asosiy o'sha ikkinchi bosqich haqida gap ketyapti hozir. Ariza qoldirib, keyin yo'nalish tanlash. Yo'nalish tanlash jarayonida yo'nalishlarga ustuvorlik berish so'raladi abituriyentdan. Ya'ni tanlayotgan yo'nalishingizga ustuvorlik berasizmi, davlat grantiga ustuvorlik berasizmi degan. Buni soddaroq qilib tushuntirishimiz kerak. O'sha 5 ta tanlagan yo'nalishini deylik topshirdingiz. 165 ball oldingiz deylik. 5 ta yo'nalish tanlab qo'yapsiz. Shu tanlayotgan tanlovingizga ballaringizni dastlab grantga qo'yaylikmi yoki farqi yo'q, grant, kontrakt qilib qo'yib chiqaylikmi degan e'tibor berish kerak. Bu narsa dastlab ancha-muncha abituriyentlarimiz, ota-onamiz yaxshi tushundi, lekin ichida bitta-ikkita to'g'ri tushunchaga ega bo'lmay qolganlari bo'ldi. Buni natijasini o'sha mandat e'lon qilingandan so'ng, mana meni farzandim shuncha ball to'pladi, kontraktda o'qitish imkoniyatim yo'q, lekin to'plagan balli 4-yo'nalishga grantga yetar ekan, shu yerda o'qisa bo'lmaydimi degan savollar ham tushgan. Demak, shunga ahamiyat qaratish kerak. Ahamiyat berish kerak. Masalan, ota-ona farzand bilan yoki o'qituvchi uchalasi o'tirib, o'quvchi, ota-ona, o'qituvchi imkoniyatlarni taroziga solib, biz imkoni bo'lsa grantga kirsa,
grantda o'qita olamiz, kontraktga balki qiynalib qolishimiz mumkindir yoki bizda yo'nalishlar tanlaganmiz, shular ketma-ket qat'iy grantga kiradimi, kontraktga kiradimi, shu ketma-ketlikda o'qish kerak degan fikrlarni bir taroziga solib, maqsadni aniq qilib turib, shu joyni tanlab o'tib ketish kerak. Qaysi shaklni tanlasa Ya'ni abituriyent mana- adashmagan bo'ladi? Qanaqa tavsiya berasiz? Hop. Endi oldiga qo'yilayotgan maqsadga bog'liq. Ayrim abituriyentlarimizda men shu joyda kontrakt bo'lsa ham, grant bo'lsa ham, masalan, deylik, mana shu birinchi yo'nalish tanlagan yo'nalishimda o'qib ketishim kerak. Meni orzuyim, u yoshligimdan shu narsaga intilib kelganman degan odam ta'lim yo'nalishiga ustuvorlik berish kerak. Shu ikkovi ta'lim yo'nalishi bilan grantni soddaroq qilib tushuntirib o'tib ketsam, keyin masalan, davlat granti deganini tanlasa, tanlagan 5 ta yo'nalish bor. Uni ham belgilab ketyapti birinchi yo'l. Ta'lim yo'nalishiga grant deganni belgi qo'yib, keyin 5 ta yo'nalish tanlab qo'ydi. Bu degani nima degani? 165 ball oldingiz. Birinchi yo'nalishingizga qo'yadi 165 ballingizni. 165 ballni qo'yadi, shu joyga grantga yetmadi ballingiz. Shu ballingizni endi olib ikkinchi yo'nalishda grantiga qo'yadi. Bu joyga ham yetmadi, misol uchun. Uchinchi tanlagan yo'nalishingizga qo'ydi grantga. Shu joyga grantga kirdingiz. Shu joyda o'qib ketasiz. Endi agar ta'lim yo'nalishi deganga ustuvorlik bersak, siz to'plagan 165 ballni birinchi yo'nalishga grantga qo'ydi. Yetmadi. Shu yo'nalish kontraktiga qo'yadi. Tushunyapsizmi? Kontraktga shu yerga kirib qoldingiz. Birinchisiga kirdingiz. Bo'ldi, endi sizni ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi yo'nalishlarga tanlovga qo'ymaydi. Grantda bo'lsa, grant tanlaganda dastlab 5 yo'nalishda ham faqat grantiga qo'yib chiqadi. Grantga kirmay qolsa, keyin ketma-ket kontraktga ham qo'yib chiqadi. Hammasiga. Hammasiga qo'yib chiqadi. Demak, tanlovni to'g'ri qilish kerak ekan. Albatta ahamiyat qaratish kerak ekan bunga. Ahamiyat qaratish kerak. Masalan, yana qo'shimcha tushuntirish kerak bo'lsa, kelgusi ko'rsatuvlarda albatta yana bunga urg'u berib o'tib ketamiz. Bu Albatta muhim buni narsa. qayta tushuntirish menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Chunki bo'ladida bunaqangi o'sha yugur shunaqangi holatlar bo'ladi, chalkashlik holatlari bo'ladida. Bunda albatta tushuntiradigan bo'lsa, menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Bir martada o'zingiz aytyapsiz-ku, o'sha tushunmovchiliklar bo'ladi Buni deyapsiz. mana agentligimizning rasmiy saytida ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham sxema shaklida ko'rsatib o'tganmiz. Qanday bo'ladi? Grantga ustuvorlik bersa, qanaqa shaklda qo'yib chiqiladi ballari? Ta'lim yo'nalishiga ustuvorlik berilsa, qanday tartibda qo'yib chiqiladi? Biz erinmaymiz, o'zimizga og'ir olmaymiz, qayta-qayta tushuntiramiz. O'sha savollar qolmaguncha biz harakatdamiz. Tanlov talabgorni o'zida. O'zida lekin, albatta o'zida. Va yana bir narsa borda, o'sha to'lov, kirish imtihonlariga to'lov masalasi bor. Yoki bu to'g'risida ham gapirib bersangiz, qancha pul to'lanadi? Qanaqa? Imtihonlarda ishtirok etish uchun eng kam haqini yarim barobar miqdorda to'lovlar bor. Bu to'lovlar kim uchun va kimlar uchun emas? Bu haqida ham aytib o'tib ketaylik. Joriy yilgi bitiruvchilar bundan mustasno, to'lovlar to'lamaydi. Bundan tashqari, ijtimoiy himoya reyestriga kirgan oilalar, yoshlar daftarida turuvchilar, ayollar daftarida turuvchilar va ularning farzandlari, nogironligi bo'lgan shaxslar, davlat ta'minotidagi shaxslar, keyin mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari, bular o'sha to'lovlardan ozod qilingan. Demak, to'lovchilarning asosiy toifasi bu eski bitiruvchilar va hozirgi sanab o'tgan ijtimoiy himoyaga olinganlardan tashqari bo'lgan shaxslar. Demak, eng kam haqini yarim barobar miqdorda hozirgi kunda 206 ming atrofida to'lovni amalga oshiradi. Abituriyentlarga qo'shimcha ball berish deymizmi yoki ana shu oliygohlarga kirish uchun qo'shimcha imkoniyatlarni ochib beradigan qanaqa imtiyozlar bor? Mana tavsiyanomalar deymiz. Shularni ham sanab o'ting. Imtiyozlarni soni juda ham ko'p. Hozir birma-bir sanab o'tsak, menimcha studiya vaqtini ko'p olib qo'yamiz. Imtiyozlarimiz eng keng tarqalganlarini bir sanab o'tib ketishimiz mumkin. Asosiy, mana 1 yillik harbiy xizmatni o'tab kelgan askarlarimizga tavsiyanomalar berilgan. Bu tavsiyanomalar ishlash tartibi ham oldingidek emas. Oldin o'sha o'zi qanchadir miqdordagi ballni qo'shib berar edi. Hozirgi kunda davlat oliy ta'lim muassasasiga topshirsa 5% kvota ajratadi, grant joy ajratadi. Alohida bu faqat o'sha tavsiyanomaga ega bo'lgan harbiy qismda yakunlab kelgan, harbiy xizmatni yaxshi o'tab kelgan abituriyentlarimizga. Bu joyga masalan ayollar yoki xizmat o'tamagan abituriyentlarimiz ta'sir qilmaydi. 5% kvota. Mabodo davlat oliy ta'lim muassasasidan tashqari mana bizda harbiylashgan
bilim yurtlari bor. Shu bilim yurtga topshirsa, o'zi to'plagan ballni imtihonda deylik, masalan 120 ball to'plasa, shuni 50% ni qo'shib beradi. U harbiylashgan bilim yurtlarida, harbiy oliy ta'lim muassasalarida. Shuni adashtirmaslik kerak. Bu tavsiyanomada shunday ikkita band qilib yozilgan. Davlat oliy ta'lim muassasasiga topshirsa 5% kvota grant joyda tanlovda ishtirok etadi. Harbiylashgan bilim yurt, harbiylashgan oliy ta'lim muassasasiga topshirsa, o'sha o'zi to'plagan ballni 50% ni qo'shib beradi. Keyin mana oxirgi yillarda xotin-qizlar tavsiyanomasi keng tarqalyapti. Yaqinda statistikasiga ko'zim tushib qoldi. Yakunlanishiga bir 2 kun qolganda ko'rdim. Respublika bo'yicha 13900 dan oshiq xotin-qizga tavsiyanoma berilgan. Endi respublikamizga o'rtacha taqsimlab borgan taqdirimizda ham bu 2000 ga yaqin Andijonga ham to'g'ri keladi. Sababi Andijonda aholisi ancha-muncha hududlardagidan ko'ra ko'proq. Bu 2000 ta Andijonda o'ziga to'g'ri kelsa, endi oxirgi yillarda Andijon viloyati uchun xotin-qizlar o'sha tavsiyanomasi ega bo'lgan abituriyentlarimizga 183 ta grant joy ajratilyapti. 183 ta o'rin uchun endi taxminan 2000 ga yaqin tavsiyanoma berilyapti Andijon uchun. Yoki respublika miqyosida olsak 2000 ta grant joy beriladi xotin-qizlar tavsiyanomasi borlar uchun, lekin arizalarning soni o'sha qanoatlantirildi degan joyiga ko'zim tushdi. Adashmayotgan bo'lsam 13900 nafar respublika bo'yicha berilyapti. Bu degani 6 tadan bittasiga endi o'rtacha hisobda 6 ta tavsiyanomasi bordan bittasiga demak joy nasib qiladi degan. Eng asosiysi yana mana shu imkoniyatdan foydalanib aytib qo'yaylik. Aytib ketsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Har qanday imtiyozi bor abituriyentda o'qishga kirish kafolati bor degani emas. Albatta. Tavsiyanomam bor, bo'ldi, men o'qishga kirdim degan fikr bo'lmasligi kerak. Davlat imtihondan o'tadi. Albatta, imtihondan o'tganda mana oddiygina misol qilib tushuntiryapmiz. 10 mingdan oshiq tavsiyanoma tarqatilgan bo'lsa, joy 2000 ta bo'lsa, misol uchun-da, demak, o'z-o'zidan tanlov borligini tushunib yetish kerak. O'sha harbiy qismda o'tab kelganlarda ham shu, demak, har qanaqangi imtiyoz bor bo'lsa ham, demak, qandaydir ma'noda tanlov konkursda bir ishtirok etishga to'g'ri kelib qoladi. Magistratura haqida ham gapiring endi. Qachon qabul boshlanadi? Qanaqa tartibda bo'ladi? Yangiligi bormi? Magistratura bu oliy ta'lim muassasalarining qabul komissiyasi tomonidan o'tkaziladi. Bilim malakalarini baholash agentligidan bu funksiya hozirda olib tashlangan. Lekin sertifikat olish jarayoni. Sertifikat jarayonlari bor. Endi mana shu imtiyozlarning qatorida sertifikatlarimiz ham bor. Sertifikatlarimiz milliy va xalqaro sertifikatlar toifasiga bo'linadi. Milliy sertifikatlarimiz endi bu bizda umumta'lim fanlarini bilish darajasi bo'yicha sertifikat hamda chet tili fanini bilish darajasi bo'yicha sertifikatlarimiz mavjud. Oxirgi oylarda mana abituriyent talabgorlarimiz soni keskin ortgan. Hozirgi kunda o'sha gapirish chet tilida gapirish ko'nikmasini baholash jarayonlari ketyapti. Ona tili va rus tili adabiyoti fanlariniki shu may-iyun oylarida o'tkazildi. Aprel-may oylarida o'tkazildi. Ularni tekshirish jarayonlari ketyapti. Ko'pchilikda bu savolni berganingiz yaxshi bo'ldi. Ro'yxatdan o'tish yakunlangunga qadar biz o'sha natijalarimiz chiqadimi degan savollar. Tabiiy. Xudo xolasa 23-iyun kuni ona tili va adabiyoti fani natijalari e'lon qilinadi. Chet tili faniniki bo'lsa 12-iyun kuni gapirish ko'nikmasi yakunlangandan so'ng respublika bo'yicha yakunlanganda 7 kundan keyin natija e'lon qilinadi. Nizomda yozilgan. Xudo xolasa bu 20-iyunga borib natijalar e'lon qilinadi. Chet tili sertifikatida biroz yangilik bor o'tgan yilga nisbatan. O'tgan yili o'sha birinchi tanlagan ta'lim yo'nalishi B2 darajadagi sertifikati bo'lsagina topshira olgan bo'lsa, bu yil B1 chet tili fani kiritilgan bo'lsa, B1 darajadagi sertifikat bo'lsa, foydalanish niyati bo'lsa, foydalanaman, o'sha ro'yxatdan o'tayotganda sertifikatingizdan foydalanasizmi degan so'rov ham bor. Foydalanaman deb ketsa, o'sha chet tilidan ozod qiladida to'plashi mumkin bo'lgan, o'sha chet tili fanidan to'plashi mumkin bo'lgan maksimal ballni 75% ni beradi. B2 da maksimal beradi. Masalan 93 ballga to'g'ri kelsa 93 ballni beradi. B1 dan ham foydalanaveraman deydigan bo'lsa 75% ni beradi. 25% yutkazgan holatda ishtirok etadi. Mana shunday bu yilgi qabulimizda endi ro'yxatda olish jarayonida ko'pchilik tanishmagan bo'lsa, may.uzbm1.uz saytidan kirib ro'yxatdan o'tadi abituriyentlarimiz. Bu yerda 9 ta bosqich turibdi.
9 ta bosqichda raqamlar tagiga nomlarini yozib qo'ygan. Birinchi bosqichi umumiy ma'lumotlar shaxs to'g'risidagi. Demak, pasport ma'lumotlari, tugatgan ta'lim muassasasi. Ikkinchisi o'sha umumta'lim fani sertifikati. Keyingisi masalan chet tili fani sertifikati. Undan keyingisi imtiyozlari punkti bor. Shularni qadama-qadamda o'tkazish, keyingisiga degan tugma bor. Tanishib o'tib ketadi. Deylik, siz masalan chet tilidan sertifikat olgansiz. Ro'yxatdan o'tayotgansiz, chet tilingiz ko'rinmaydi. Lekin o'sha imtiyozlar masalasiga to'xtalganingiz yaxshi bo'ldi. O'sha chet til sertifikatingiz ko'rinmayotgan bo'lsa, misol uchun deylik, u sertifikatni qaysi tashkilot bergan bo'lsa, shunga bog'lanish kerak bo'ladi. Misol uchun, agentlik tomonidan berilgan bo'lsa, agentlikka bog'lanib, men 2025-yil dekabr oyida mana shu sertifikatni olganman, lekin kabinetimda ko'rinmaydi. Boshqa imtiyozlar ham xuddi shu toifada. Mana masalan, o'tgan yil kuzatilgan holatlardan tavsiyanomasi bor, lekin ro'yxatdan o'tganda u tavsiyanoma ko'rinmayapti. Deylik, tavsiyanomani qaysi tashkilot bergan? Shu tashkilotga u bog'lanishi kerak. Har bir tashkilotga o'sha tavsiyanoma imtiyoz beruvchi tashkilotga topshiriq tushirilgan. Ta'lim tashkilotlariga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasi tomonidan ular qabul boshlanishidan 20 kun oldin hamma tavsiyanoma bergan shaxslarning ro'yxatlarini baza qilib bizni bazaga integratsiya qilib qo'yilgan. Masalan, men ro'yxatdan o'tib borsam, qayerdandir tavsiyanoma olgan bo'lsam, ro'yxatdan o'tishimga o'sha imtiyozlarim punktiga o'tsam, avtomatik chiqib keladi. Uni qo'lda kiritilmaydi. Qo'lda kiritiladigani bor, faqat chet tili sertifikatini xalqaro olgan bo'lsa, masalan, IELTS, TOEFL olgan yoki nemis tilidan GOT olgan bo'lsa, uni o'zi talabgor tomonidan qo'lda kiritiladi. Qo'shish degan tugma bor, bosadi. Shu ma'lumotlarini to'ldiradi, faylini elektron tarzda sifatli qilib yuklaydi va jo'natib yuboradi. Bu yoqda bizni maxsus belgilangan vakillarimiz bu sertifikatda haqiqiy emasligini tekshirish vakolatlari bor. O'sha vakolatli organ tomonidan o'sha ro'yxatdan o'tgan, bazaga bog'lanib, haqiqatda berilgan, berilmagan deb tasdiqdan o'tadi. Rad etiladi, tasdiqlandi degan joylar bor. Rad etilsa, demak, u qaysidir sababga ko'ra rad etiladi, izohida yozib qo'yilgan bo'ladi. Masalan, soxta bo'lsa, soxtalashtirilgan yoki o'sha sertifikatni yuklagan ma'lumotlarini noto'g'ri kiritgan bo'lsa, ma'lumotlar noto'g'ri kiritilgan. Hokazo, mana shunday narsaga abituriyentlarimiz e'tiborli bo'lib turish kerak bo'ladi. Ya'ni kabinetga kirib xabar olib turish kerak. Shu xalqaro sertifikatim tasdiqlandi yoki tasdiqlanmadi degan narsa. Keyingisi o'sha sertifikatlardan keyin imtihon topshiradigan fanlar majmuasini tanlash bosqichi bor. Shu fanlar majmuasini tanlaganda o'sha deylik matematika, fizikani tanlasam, misol uchun ro'yxatdan o'tayotganda, ta'lim tilini, test topshirish hududini tanlab qo'yaman. Ya'ni testni qayerda topshiraman va qaysi tilda topshiraman. Va mana bu fanlarni, ikkita fan belgilab o'tib ketganda, belgilashimga menga chiqarib beradi o'sha respublika bo'yicha o'sha fanlar majmuasiga mos keluvchi yo'nalishlar ro'yxati paydo bo'ladi. Bunga qarab turib, kirmoqchi bo'lgan yo'nalishi bormi yoki yo'qmi? Xato qilmayaptimi? Agar xato qilgan bo'lsa, o'sha fanlar majmuasini o'zgartirib, masalan, fizikani biriga, matematikani ikkiga olib tushishim kerak ekan. Shunda ko'rinsa kerak men tanlamoqchi bo'lgan yo'nalishlarni ham chiqarib qo'yish, shunga e'tibor berish kerak. Va so'nggi ikkita bosqichi haqida ham aytib o'tsak, test sinovlariga kirib chiqqandan so'ng respublika bo'yicha test sinovi yakunlanganda 15 kun muhlat beriladi. Bu muhlatda demak institut ta'lim yo'nalishlari yoki oliygohlarni tanlash. Shu joyda ham hushyor bo'lish kerak. Yo'nalishlarni tanlab, saqlab chiqib ketadi va bir hafta muhlatda mandat e'lon qilinadi. Mandatdan so'ng ana endi hozirgi imtihonlarimiz oldingidek oliy ta'lim muassasasigina o'zi emas, shuni boshida aytib o'tib ketamiz. Oliy va professional ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha imtihon o'tadi. Professional ta'lim muassasalari, texnikum kollejlar uchun alohida imtihon tashkil etilgani yo'q. Shu bala bilan, demak, oxirgi 9-punkti oliy ta'limdan so'ng oliy ta'lim muassasasiga grant kontraktga qabul qilib bo'lingandan so'ng, masalan, endi qanchadir abituriyent baribir kirmay qolishi mumkin. O'sha abituriyentlarimiz to'plagan baliga ko'ra professional ta'lim muassasalari, texnikum kollejlarini tanlab, saqlab chiqib ketadi. Shu bilan birdaniga ham oliy ta'lim muassasasi uchun ham professional ta'lim muassasasi uchun tanlovlar o'z yakuniga yetadi. Bitta test bilan, demak, ikkita yo'nalishda shunday ta'lim olish mumkin. Rahmat katta. Rahmat sizga. Menimcha juda ham bir tushunarli tarzda tushuntirib berdingiz. O'ylaymizki, aniq. O'ylaymizki, teletomoshabinlarimiz uchun juda ham foydali bo'ldi. Sizga kattakon rahmat aytamiz, Eldor aka. Sog' bo'ling. Charchamang. Rahmat.